Bu modellarimizda ikkita divan, ikkita kreslomiz bor. Divanimizni cheti ochiladi. Ichida bemalol mehmonxonaga qo'yib qo'ysangiz, mehmonlarga ichida bemalol bitta odam uxlasa ham bo'ladi. Tiqilib qoldi. Haqiqatan kadr bo'lyapti. Butamiz yanada kattalashar ekan. Yana ham kattalashadi. Bemalol bo'tga ichga mehmonga kelgan insonlar yotib uxlasa ham bo'ladi. Agar zalga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz. Bu menga o'xshagan odamlarga yaxshi ekan. Ko'proq men addenni o'sha kino ko'rayotganda addenni oyog'ini cho'zib olib, bemalol suyanib o'tirishga mana. Qulayligi ancha yaxshi. Juda qulay modelimiz. Ayniqsa kino ko'rib o'tirganda bemalolligiga e'tibor bersanglar, mana ayol kishining o'zlari osongina katta kichik qilyaptilar. Mana oson, yengil ochilib yopilish. Hozir kadr biyot olondan ham ko'rsatamiz. Bu yerda juda ajoyib, menga ko'proq yoqqan TV tumbochkamiz. Tumba bor ekan.